Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Ko'rishingiz mumkin molimiz desmotomiya bo'lgan, payi bir-biriga o'tib qolgani sababli molimiz harakatlanish juda sust ekan. Hozir buni payini kesish jarayonini ko'rsatamiz. Kesib oldik. Hozir endi buni o'zining maxsus Max spreylar bor. Jarohatlarga, tashqi yaralarga juda zo'r samarali vosita. Shuni sepib qo'yamiz. Ozgina qonli-da bu. Endi bobo yechamiz molni. Yeching, tez, shunday. Aka bitta harakatlantirib yuboramiz. Bo'lmaydi, bitta yugurib turaylik. Bobomdan oling. Ha, bitta choptirib keling. Ana. Ko'rishingiz mumkin bo'g'onagi molimiz kesgan. Keyin holat. Harakatlanish chotki, xudo xolasa. Oyog'idan o'tkazib bo'lmaydi endi. Bo'ldi, qaytaraveramiz. Otga necha otga. Ha, jonivorim. Ana, shamoldek uchadi endi, ha.